Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli baliq ishqibozlari, ilon baliq shaydolari. Biz basseynda boqayotgandik, podvalda. To'pli polqib, suvini isitib, gradusimiz 26 gradusda turibdi. Baliqlar ovqat yeyishi zo'r, faol. Biroz yanvar oylari salqin bo'ldi, sovuq keldi havo. Shunda ovqat yemay turgandi. 16-17 ga tushib qoldi temperaturasi. Xudo xohlasa mart oyidan dalaga chiqaramiz bularni. Bugun 15 fevral video qilib turibman. Kimga shunday lichinka boqish qiziq bo'lsa, ilon baliq qiziq bo'lsa, bemalol Telegramga savollar yozishi mumkin. Telefon nomerlarim qo'yilgan videolarga. Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, xudo xolasa bundan keyin yangi videolar, yaxshi videolarni cho'tka informatsiyalarni beramiz, xudo xolasa. Biz endi asosan chovoqchilik bilan shug'ullanamiz. Chovoqchilik masalasida qanaqa savollaringiz bo'lsa, YouTube orqalimi, o'zimni Telegram shaxsiy kabinetimga yozsangizlar ham bo'ladi. Hammaga rahmat. Xudo xolasa kun nasib qolsa ko'rishib qolamiz, xudo xolasa. Sotuvga chiqib qoladi baliqlarimiz. Kimga qanaqa razmerda baliq kerak, qancha kerak, shu haqida ham so'rovnoma qo'yamiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.